Bir guruh chiroyli yigitlarni ko'rsangiz, ular raqsga tushadi, bir xil uslubdagi kiyimlarni kiyadi va eng mashhur qo'shiqlari pop janrida bo'lsa, ularni darrov yosh qizlar uchun mo'ljallangan boy band deb o'ylash mantiqan tuyuladi. Siz bunday guruhlarni ko'p ko'rgansiz va ular qanday bo'lishini bilasiz. Shuning uchun navbatdagi boy band ham sizga mos emas deb o'ylashingiz oson. Ayniqsa u K-pop boy bandi bo'lsa. Shunchaki ularning eng mashhur kliplariga qarang. Ular rang-barang, ma'nosiz va shunchaki sizning didingizga mos emasdek ko'rinadi, ammo ehtimol siz baribir qiziqayotgandirsiz va odamlarning nega ularga bunchalik qiziqishini bilishni istayotgandirsiz. Balki sizda BTS haqida uzun tanishtiruv videolarini ko'rishga vaqt yoki unchalik katta qiziqish yo'qdir. Shunday bo'lsa-da, umid qilamanki, keyinchalik o'sha foydali videolarni ham ko'rib, ularga haqiqiy imkon ham berasiz. Ammo hozircha mana BTS va uning 7 a'zosi haqida juda qisqa tanishtiruv videosi. Men BTSga umuman qiziqmaydigan do'stlarimga ularni aynan shunday tanishtiraman. Shuning uchun bu video aynan shunday tomoshabinlar uchun tayyorlangan. Lekin avval bitta va yagona qoida: savol bering, ammo taxmin qilmang. BTSni tushunish uchun g'arb musiqa sanoati haqidagi ko'plab qarashlaringizni va K-pop haqidagi oldindan shakllangan tasavvurlaringizni bir chetga qo'yishingiz kerak. Chunki ko'rasizki, BTS haqidagi aksariyat taxminlaringizga javob yo'q. Siz mutlaqo adashyapsiz. Endi boshlaylik. BTS Janubiy Koreyaning o'g'il bolalar guruhi bo'lib, 2010-yilda shakllantirilgan va 2013-yilda rasman debyut qilgan. BTS Bangtan Sonyeondan so'zlarining qisqartmasi bo'lib, ingliz tilida taxminan o'q o'tmas scout yigitlar deb tarjima qilinadi. Lekin nega Bulletproof Boy Scouts iborasining qisqartmasi BTS bo'lib qolgan deb o'ylashingiz mumkin. Chunki BTS inglizcha tarjimaning qisqartmasi emas. Shuning uchun bu nomdan inglizcha B, T va S harflarini izlashning hojati yo'q. Shu chalkashlikni oldini olish uchun BTS keyinchalik ingliz tilida Beyond the Sea nomidan ham foydalana boshlagan. Ammo aslida BTS har doim Bangtan Sonyeondan degan ma'noni anglatgan. BTS 7 nafar a'zodan iborat, 3 nafar rapper va 4 nafar vokalist. Nega a'zolar bunchalik ko'p? K-pop sanoati J-pop sanoatidan ilhomlangan bo'lib, unda musiqa kompaniyalari guruh debyuti uchun yuzlab stajyorlarni tayyorlaydi. Shu sababli bu sanoatda 6, 7, 8, 9 yoki undan ham ko'p a'zoli guruhlar odatiy hol hisoblanadi. Axir katta salohiyatga ega yuzlab stajyorlar orasidan juda oz sonli tarkibni tanlab olish kerak bo'ladi. Ayniqsa menimcha BTS kabi guruh uchun 7 nafar a'zo eng ideal son. Chunki xoreografiyalarda 90dagi a'zolar sondagilarga qaraganda chiroyliroq ko'rinadi. Bunchaki 5 a'zo bilan murakkab raqs shaklllarini yaratish va sahnadagi muvozanatni saqlash qiyinroq bo'ladi. 9 yoki undan ko'p a'zo esa sahnani haddan tashqariga hujum qilib ko'rsatishi mumkin. Demak, BTS K-pop sanoatida yaratilgan ekan, ular K-pop hisoblanadimi? Bu savolga javob biroz murakkab. Chunki K-pop musiqa janri emas, ya'ni u shunchaki koreys tilidagi pop musiqani anglatmaydi. K-pop bu shunchaki musiqa janri emas, balki musiqa bilan birga turli xil kontentni ham ishlab chiqaradigan sanoat. BTS a'zolari tanlovlar orqali saralangan tinglovlardan o'tgan K-pop kompaniyasi qo'l ostida oylar, hatto yillar davomida tayyorgarlikdan o'tgan. Ammo o'ziga xos sharoitlari ularga K-pop sanoati chegaralaridan juda tez chiqib ketish imkoniyatini berdi. G'arb musiqa sanoati kabi K-pop sanoatida ham uzoq vaqt davomida 3 ta yirik kompaniya hukmronlik qilgan. Ularning ortidan esa o'rta hajmdagi kompaniyalar keladi. Ulardan ham pastda esa guruhlarni munosib tarzda debyut qilish yoki targ'ib qilish uchun yetarli mablag' va imkoniyatga ega bo'lmagan kompaniyalar bor. BTS tayyorgarlikni boshlagan paytda ularning kompaniyasi bankrot bo'lish arafasida edi. Ular debyut qilgandan keyin ham kompaniyada ularni keng targ'ib qilish yoki kerakli aloqalardan foydalanish uchun yetarli resurs yo'q edi. Shu sababli BTS boshqa guruhlar bekor qilgan tadbirlarda sahnaga chiqishga majbur bo'lgan kattaroq kompaniyadagi guruhlarning masxaralariga ham chiday olishlariga to'g'ri kelgan. Chunki o'sha paytdagi vaziyat shunday edi. Boshqa guruhlar mashhur qo'shiq mualliflari va prodyuserlar bilan ishlayotgan bir paytda BTSning kompaniyasi esa boshidanoq o'z qo'shiqlarini yoza oladigan kuchli ijrochilarni topishga majbur bo'ldi. Shu sababli o'z rep matnlarini o'zlari yozadigan va allaqachon underground hip-hop sahnasida faol bo'lgan reperlarning shartnoma asosida jalb qilish bu K-pop kompaniyasining g'ayrioddiy ammo ilk bor to'g'ri qarorlardan biri bo'ldi. Demak, BTS K-pop sanoatida tug'ilgan, ammo ular oddiy K-pop yo'lidan tashqaridagi ko'plab imkoniyatlarni izlashga majbur bo'lishdi. Chunki ularni bu sanoatda ochiq quchoq bilan kutib olishmagan. Ularni na K-pop sanoatining o'zi, na boshqa K-pop guruhlar iliq kutib olgan. Ijtimoiy tarmoqlardan faol foydalanish, SoundCloud orqali musiqa ulashish muxlislarga o'zlarini yanada samimiy hamda yaqin inson sifatida ko'rsatish kabi K-pop uchun noodatiy qarorlar oxir-oqibat BTSni butun dunyoga, hattoki K-popga qiziqmaydigan odamlar orasida ham juda mashhur qildi. BTS ishtirok etgan, nomzod bo'lgan va Amerika mukofotini qo'lga kiritgan birinchi koreys guruhidir. BTS Amerika musiqa mukofotlarida yil artistini qo'lga kiritgan birinchi va yagona g'arblik bo'lmagan artistdir. BTS Grammy nominatsiyasiga ega bo'lgan yagona koreys artistidir. Natijada BTS allaqachon o'zining tor K-pop doirasidan chiqib ketganidan keyingina K-pop sanoati ularni jiddiy qabul qila boshladi va o'zlarining vakili sifatida e'tirof etdi. Shuning uchun ham BTSni K-pop deb atash kerakmi yoki yo'qmi degan bahslar hanuz davom etmoqda. Mayli, BTS baribir boy band-ku. Ularni boy band deb atashingiz xato bo'lmaydi, ammo yana bir bor aytaman, ularni ilgari ko'rgan boshqa mashhur boy bandlar bilan bir xil ishlaydi deb taxmin qilmang.
Yo'q, ularni soch turmagidan tanib bo'lmaydi, chunki ular tashqi ko'rinishlarini tez-tez o'zgartirib turishadi. Yo'q, ularning barcha qo'shiqlari ham sevgi haqida kuylangan quvnoq pop qo'shiqlar emas. Bular shunchaki ommaviy radiolar, teleko'rsatuvlar va keng auditoriya ijro etishga hamda qabul qilishga tayyor bo'lgan qo'shiqlardir va ular ham albatta juda zo'r. Lekin jiddiy aytyapman, bunday qo'shiqlar ularning butun diskografiyasining juda kichik qismini tashkil qiladi. Shuning uchun BTSni chin tildan tinglaydiganlarning aksariyati o'smirlar emas. Ularning muxlislari asosan BTS a'zolariga yaqin yoshda bo'lib, ko'pchiligi 20 va 30 yoshlar atrofida va yo'q, BTS a'zolarining o'zlari ham o'smirlar emas. Mayli, lekin oxir-oqibat har qanday guruhdagi eng mashhur a'zo yakka faoliyat qilishni xohlaydi-ku. 솔로야 방탄소년단이야. 방탄소년단이야. 근데 1순위가 당연히 우리 멤버들도 다 그렇게 생각할 거야. 1순위는 무조건 일단 단체. 저한테 최우선 BTS a'zolari debyutlaridan 2 yil o'tgach yakkaxon musiqalarni chiqara boshlashgan. Shu bilan birga ular 10 yildan ortiq vaqt davomida guruh sifatidagi faoliyatlarini ham birga davom ettirib kelishmoqda. Ularning ayrim yakkaxon qo'shiqlari BTS nomi ostida, ba'zilari o'zlarining shaxsiy nomlari bilan, yana boshqalari esa ikkala nom bilan birga chiqarilgan. Hatto yakkaxon ijod qilayotganlarda ham ular o'zlarini BTS a'zosi sifatida tanishtirishadi. BTS konsertlarida esa o'zlarining yakkaxon qo'shiqlarini ham ijro etishadi. Mayli, lekin shunchalik ommabop, keng auditoriyaga mo'ljallangan va oilaviy guruhning musiqasi qanchalik xilma-xil bo'lishi mumkin? Bunga javob berish uchun avvalo arxetiplar haqida gaplashamiz. BTS bilan endigina tanishayotgan ko'pchilik ularni odatdagi boy-band stereotiplari orqali tushunishga harakat qiladi. Qaysi biri bedboy, qaysi biri yoqimtoy, qaysi biri hazilkash yoki qaysi biri guruhdan ajralib chiqib eng katta yakkaxon yulduz bo'ladi degan stereotiplar bilan qarashadi. Men bu yorliqlarni unchalik yoqtirmayman, lekin tushunaman, chunki ularni hali tanimaydigan odamlar har bir a'zoni nimadir bilan bog'lashga harakat qilishadi. Hozircha har biri uchun bittadan ta'rif beraman. BTSning rep liniyasi a'zolari J-Hope, Arem va Suga. Arem avvallari Rap Monster degan ma'noni anglatardi, hozir esa u Real Me degan ma'noda ishlatiladi. Shuning uchun uni shunchaki Arem deb ataydi. Koreyada familiyasimning oldidan keladi. Shuning uchun Arem namjinning sahna nomi Arem shoir, chunki u so'zlardan mohirlik bilan foydalana oladi. Arem guruhning rasmiy lideri. Bu u eng asosiy a'zo degani emas. Bu uning guruh nomidan gapiradigan va vakillik qiladigan a'zo ekanini anglatadi. Spokesperson, gonna speak a lot. I'm sorry. Arem juda aqlli inson. U bir nechta tilni biladi. BTS a'zolari orasida ingliz tilida ravon gaplasha oladigan yagona a'zo. some music together with her? 리조랑 얘기했어요. 뭐 작업 같이 할 생각 있는지. 너무 정신없어서 So 한거만 하고 헤어졌어. it was so loud and crazy and hectic. Arem o'zining so'z o'yinlari va chuqur ma'noli qo'shiq matnlari bilan mashhur. Uni asosan quyidagi janrlarda ijod qiladigan rapper sifatida tasavvur qiling. Alternativ hip-hop, indie pop va R&B. Bu janrlarda uning ichki kechinmalarni aks ettiruvchi matnlari chinakam porlaydi. Keyingisi Suga. Suga nomi basketboldagi 5 ta pozitsiyadan biri bo'lgan shooting guard so'zidan olingan. And guards, so Suga. Ha, bunga sabab u basketbolning ashaddiy muxlisi bo'lgan. Yakkaxon ijod qilganida u Agustin nomidan ham foydalanadi. Bu nom DT Suga so'zining teskari yozilgan shaklidir. Bu yerdagi DT uning tug'ilgan shahri Daewoo yozadi. Suga va Agusti Yonggining sahna nomlari. Call me Augusti or Suga or Yingi. Suga uchun eng mos keluvchi so'z underground rapper, chunki u aynan shu muhitdan chiqqan. U qo'shiqlarida deyarli hamma ishni o'zi bajarishga odatlangan. Suga BTSning asosiy prodyuseri sifatida tanilgan. Boshqa san'atkorlar uchun ham musiqa ishlab, bir nechta mukofotlarga sazovor bo'lgan. Suga qo'shiq matnida boshqalarni tanqid qilish yoki muammolarni ochiq aytishdan cho'chimaydi. Uning uslubi uzr so'ramaydigan, dadil va qat'iy. Tajovuzkor ohangda. Juda tez. Kuchli va umuman olganda dinamik tarzda rap ijro etadi. Ikkinchi rapper J-Hope. Uning sahna nomi sevimli rapper J. Cole'dan ilhomlangan. Shu bilan birga J-Hope nomida uning haqiqiy ism familiyasidan ham iz bor, Jong Ho-sok. J-Hope uchun eng mos ta'rif street dancer. Chunki u doim street dance bilan shug'ullanib kelgan. Shuning uchun uning musiqasi, rap uslubi va hatto fe'l-atvori ham uning jo'shqin va energiyaga boy raqs uslubini to'ldirib turadi. Uni quyidagi janrlar bilan tasavvur qiling. Hip-hop, synth pop,
Rap, House va Funk. J-Hop eng ko'p esda qoladigan naqoratlari bilan tanilgan. Shuningdek, u Ideally Blur va flowni mohirona o'zgartira olishi bilan mashhur. Endi 4 nafar vokalistga o'tamiz. Jin, V, Jungkook va Jimin. Avval Jindan boshlaymiz. Jin Sokjin ismining sahna nomi, ya'ni qisqartirilgan shakli. Jin uchun eng mos kalit so'z sentimental yoki emotiv. Bu hissiyotlarga boy hislarni yetkazib bera oladigan degani. Juda hissiyotli degani emas. Xonanda bo'lishidan oldin u universitetda teatr aktyorlik yo'nalishida tahsil olgan. Aynan his-tuyg'ularni turli xil tarzda ifodalay olish qobiliyati sababli u BTSning bir nechta musiqiy videolarida asosiy aktyorlik rollarni ijro etgan. Uning musiqiy kuchli tomonlari mayin, sokin va erkin ruhdagi vokali. Jin uchun eng katta ilhom manbalaridan biri Coldplay guruhi. A lot of rock on this. 저는 이제 밴드분들 중에 콜드플레이 형님들을 되게 좋아하는데 Keyinchalik Jin va BTS ushbu guruh bilan hamkorlik ham qilgan. Shuning uchun Jinning uslubini quyidagi janrlar bilan tasavvur qilish mumkin: pop rock, brit rock, new wave va balladalar. Jin ayniqsa jonli guruh jo'rligida kuylaganida o'z iste'dodini yanada yorqin namoyon etadi. Grammy hakamlar hay'ati a'zolari Jinning ovozini kumush ovoz deb ta'riflashgan. 진영이랑 지민이 형이 안 있지? 그 둘 때문에 곡이 높아지셨다 자꾸. Keyingisi Jimin. Park Jimin sahna nomi sifatida ham o'zining haqiqiy ismi Jimindan foydalanadi. Uning kalit so'zi esa Ezreal, ya'ni go'yo bu dunyoga tegishli bo'lmagan darajada nafis va maftunkor. Jimin zamonaviy raqs bo'yicha tahsil olgan. Uning vokali nozik, yoqimli va Ezreal, ya'ni juda yengil hamda sehrli ohangga ega deb ta'riflanadi. Lovely. Cutie and sexy and lovely. Sexy, cutie, lovely. I'm sweet guy. Cutie, sexy, lovely, sweet guy. Nafaqat uning ovozi, balki xarakteri ham muloyim, shirin va yoqimtoy deb ta'riflanadi. R&B pop, Saint pop, Latin pop va uning o'ziga xos kuylash uslubini namoyon qiladigan deyarli har qanday janr unga juda mos keladi. Jimin ayniqsa tomoshabinni o'ziga rom etadigan, gipnoz qilgandek ta'sir qoldiradigan sahna chiqishlari bilan mashhur. Kuylash uslubi jihatidan uning mutlaqo aksi V. V Taehyungning sahna nomi bo'lib, Victory so'zini anglatadi. Uning kalit so'zi esa soulful, ya'ni ruhga ta'sir qiladigan his-tuyg'ularga boy. V bariton ovozi sohibi bo'lib, uning ovozi juda chuqur, biroz xiraroq va nihoyatda ta'sirchan. Vning qo'shiqlari asosan R&B, neo soul, indie pop va jazz janrlariga mansub. Albatta, V qo'shiqlarida fleyta va saksofon kabi cholg'u asboblaridan foydalanishni juda yaxshi ko'radi. V old soul, ya'ni yosh bo'lsa ham dida va ruhiyati kattalarnikiga o'xshaydigan inson. V ayniqsa bayram mavsumida samimiy va iliq his-tuyg'ularni ifodalovchi qo'shiq matnlari bilan mashhur. Yettinchi a'zo Jungkook. U sahna nomi sifatida ham o'zining haqiqiy ismi Jungkookdan foydalanadi. Uning familiyasi Jeon, ismi esa Jungkook.
Jungkook dunyo izlayotgan, ammo negadir ba'zi odamlar buni tan olishni istamayotgan zamonaviy erkak pop yulduzi. If I was a boyfriend, never let you go. We were so beautiful. There's nothing like us. There's nothing like you and me. I'ma leave the door open. I spent 10,000 hours. I know the same thing I told you when I never. Jungkook nafaqat ommabop pop san'atkorlaridan ilhom olgan, balki bugungi kunda mainstream popdagi eng yirik erkak yakkaxon ijrochilardan biriga aylangan. So if you're ready, Uning g'arb san'atkorlari bilan qilgan hamkorliklari ingliz tilidagi qo'shiqlari pop musiqasining eng yuqori darajadagi namunalaridan hisoblanadi. Eng yirik pop yulduzlari kabi Jungkook ham bir vaqtning o'zida barqaror vokal bilan kuylash, murakkab raqslarni mukammal ijro etish qobiliyati bilan mashhur. Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. If your body kinda like the sun in the moon. BTS a'zolarini shu katta so'zlar orqali tanib olganingizdan keyin men hozirgina aytganlarning barchasini unuting. Chunki BTS a'zolari o'zlariga yopishtirilgan yorliqlardan chiqib ketishni juda yaxshi bilishadi. Masalan, shoir deb ta'riflangan RM aslida underground rapper ham bo'lgan. Underground rapper deb ta'riflangan shuga esa akustik gitara va pianino chalishni, shuningdek chuqur ma'noli muloyim qo'shiqlarni kuylashni yaxshi ko'radi. Street dancer deb ta'riflangan J-Hope esa butun boshli albomni hech qanday xoreografiyasiz faqat qo'shiqlarni ijro etishga bag'ishlagan. Sentimental deb ta'riflangan Jinning hatto baliq ovlashga bo'lgan muhabbat haqida ham qo'shig'i bor. Bundan tashqari u juda quvnoq va hazilkash inson. Worldwide handsome. Worldwide handsome. Worldwide handsome, Jin. Serial deb ta'riflangan Jimin ham kuchli hip-hop sahna chiqishlarida o'zini a'lo darajada namoyon eta oladi. Soulful deb ta'riflangan V ham kerak bo'lsa keskin uslubda va baland notalarda ham ajoyib kuylay oladi. Mainstream deb ta'riflangan Jungkook esa ommabop bo'lmagan uslubdagi qo'shiqlarni yaratishni yaxshi ko'radi. Eng qizig'i shundaki, ular birgalikda yuqorida aytilgan barcha uslublarni va bundan ham ko'proq janrlarni ijro etib, mukammal bir guruh sifatida uyg'unlashadi. It's been my rhyme, baby. Go until you're dead, come and show me what you got. Hozircha men ular kabi shunchalik serqirra, ijodkor, tavakkal qilishdan qo'rqmaydigan, doimo kutilmagan yangiliklar bilan hayratda qoldiradigan boshqa biror guruhni uchratmaganman. Agar siz hozircha ular menga mos emas deb o'ylayotgan bo'lsangiz, shunchaki izlashda davom eting. Bundan afsuslanmaysiz. Videoni tomosha qilganingiz uchun rahmat. Tarjimon M7, dublyaj Nabi, bu Valentim edi. Keyingi videolarda ko'rishguncha